Sizga kimdir hujum qilmoqchi bo'lsa, oyoqlarini tagiga sharchalar tashlang va u yerga yiqiladi. Qaytib o'rnidan turmasligi uchun unga zarba berishingiz kerak. Zarbangiz qattiqroq chiqishi uchun gravitatsiyadan foydalanishingiz kerak. Shuning uchun og'irroq narsa bilan bu uzoq masofadan tashlanishi mumkin bo'lgan eng yaxshi zarba. U mendan balandroq va qo'llari uzunroq. Shuning uchun u menga hujum qilganda orqaga qadam tashlayman. Endi men uzoqda bo'lsam ham hali ham zarba bera olaman. Agar menga bir necha kishi hujum qilsa, men o'zimni pushtagimni chalaman. Ular kim ekan deb atrofga qarashayotganda menda mana bu paydo bo'ladi. O'zimdan bo'yi past raqibni qanday yo'q qilishim mumkin? Uning boshi meni yelkam darajasida. Bu yerda men qo'llarim orqali maksimal aylanish kuchini hisobga olib, manavi bilan yaxshilab. Agar sizni kimdir tunamoqchi bo'lsa, pichog'ingizni ishlatishga shoshilmang, chunki u yaqin kelib qolgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda atrofga yaxshilab qarab, 41 santimetrlik qilichingizni olishingiz mumkin. Lekin agar unda to'pponcha bo'lsa, bu hayot yoki o'lim masalasi. Siz unday vaziyatda manavi halqachani tortib